Archa o'yinchoqlari kishi ko'zini quvnatganidek 2025-yilda Qashqadaryo viloyatining turli sohalarda erishgan yutuqlari ham kishini quvontirmay qolmaydi. Mutaxassislarning fikriga qaraganda viloyat diversifikatsion xususiyati rivojlanib boryapti. Bu nima degani? Ya'ni vohamizda iqtisodiyotning turli tarmoqlari, masalan, sanoatda, turizmda yoki bo'lmasam tibbiyotda, ta'lim, IT sohasida va boshqa sohalarda rivojlanish ko'zga tashlanyaptiki, buni raqamlar misolida tahlil etadigan bo'lsak, natijalar salmoqli. Qashqadaryo imkoniyatlar maskani, mehnat va zakovat uyg'unlashgan viloyatlardan biri. Azaldan zahmatkash xalqning qo'lida obod bo'lib kelgan bu voha yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ymoqda. Tabiiy boyliklari, salohiyatli inson kapitali va zamonaviy islohotlar uyg'unligi viloyatni mamlakat taraqqiyotining muhim tayanchiga aylantirib ulgurdi. Iqtisodiyoti izchil o'sib borayotgan hududda sanoat korxonalari soni yil sayin ortmoqda. Ishlab chiqarish hajmlari kengayyapti. Qashqadaryo zaminida neft, gaz, kimyo, qurilish materiallari va qayta ishlash sanoati jadal sur'atlarda rivojlanib, minglab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Viloyatdagi bunday keng ko'lamli o'zgarishlar kechagi tarix emas, rostakamiga bugungi taraqqiyot, ertangi katta marralar sari qadam tashlab borayotgan viloyatning ko'rsatkichlari. E'tibor qarating, so'nggi 5 yilda yalpi hududiy mahsulot 1.5 baravarga o'sdi va 93 trillion so'mga yetdi. Sanoat 1.6, qurilish 1.7, xizmatlar esa qariyb 2 baravarga o'sdi. Bugun xizmatlar ulushi 42% ga yetgan. Albatta, bu raqamlar ortida yaxshilanayotgan turmush, oshayotgan daromad, ishonch bilan yashnayotgan hayot bor. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot 2 barobarga oshgan. Bu har bir oila his qilayotgan taraqqiyot. Biz bilamizki, 3 ta yirik tarmoq bor. Qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sektorlari bor. Bundan tashqari hozirgi kunga kelib, bu yirik tarmoqlar safiga yana qo'shilib boryapti. IT, ta'lim, tibbiyot, moliyaviy texnologiyalar, turizm kabi tarmoqlarni qo'shyapmizki, bular iqtisodiyotdan ancha oldinga chiqib oldi. Va shuning bilan bir qatorda hudud iqtisodiyotini rivojlantirishda, aholi bandligini ta'minlashda, o'zini o'zi band qilishda, shuningdek turmush darajasini oshirishda ham bu tarmoqlarning ulushi yuqori deb hisoblaymiz. Endi diversifikatsiya umuman olganda xavf-xatar darajasini kamaytirishga xizmat ko'rsatar ekan, kutilmagan holatlarga chidamlilik darajasini orttiradi. Shuning uchun ham bu jarayonlar hozirgi kunda kelib jadal rivojlanib boryapti. Prezidentimiz tashabbusi bilan iqtisodiy siyosatda ham mana shu narsa iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xomashyo yetkazib beruvchi davlat qatorini o'rta yoki yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni eksportini ko'paytirish va shu soha orqali eksport salohiyatimizni rivojlantirish va mamlakatga xorijiy valyuta tushumini ko'paytirish, bu esa milliy valyutamizni barqarorligini saqlash, uni inflyatsiyadan ma'lum bir darajada himoya qilish kabi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, o'zimizda mahsulotlar ishlab chiqarib eksportga yo'naltiradigan bo'lsak, albatta bu yerda ish o'rinlari yaratiladi, aholining turmush darajasi ortadi, real daromadlar ko'payadi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Albatta investitsiyalarni kengroq jalb qilishimiz kerak. Investitsiyalarni jalb qilishimiz uchun bizga iqtisodiy salohiyat yetarli deb o'ylayman. Qulay infratuzilma, viloyatimiz tabiiy resurslarga boy hududlardan biri hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatining kompleks rivojlantirish bo'yicha Qarshi shahar bosh ma'muriy markazi hisoblanadi. Bu yerda infratuzilma, ta'lim, tibbiyot markazlari, shuningdek logistika, bundan tashqari moliya, elektron savdo rivojlanib boryapti. Baribir bu esa ma'lum bir shart-sharoitlar ta'minlashini taqozo qiladi. Qurilayotgan ko'p qavatli uylar, yo'llar, ko'priklar, yangi ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek maktab, bog'chalar qurilayotgan mana shular yaqqol namunasi deb bilamiz. Buning uchun demak, ko'p tomonlama, ko'p vektorli harakatlar qilinadi. Zamon talabi, aholi ko'payayotgan bir paytda ko'p qavatli uylarga bo'lgan ehtiyoj seziladi. Birgina Qarshi shahrimiz o'zida bir nechta davlat universitetlari, oliygohlari, shuningdek xususiy oliy ta'lim muassasalari, bir nechta bog'cha, maktablar, tibbiyot komplekslari, sanoat korxonalari parallel rivojlanyapti. Bu esa o'sha shahrimizni yanada iqtisodiy jihatdan potensialga erishishida, ularning aholisini turmush darajasini oshirishda, bandligini ta'minlashda va asosiysi aholi ertangi kunga bo'lgan ishonchini orttirishga xizmat qiladi. Viloyatimiz yalpi hududiy mahsulotini
tarkibida xizmatlar sohasini 40% ga yetgani bu shu narsani anglatadiki, iqtisodiyotimiz bir tomonlama bo'lib qolmagan, ya'ni ko'p tomonlama rivojlanayotganini anglatadi. Viloyatimiz misol uchun aytaylik, agrar sanoat modelidan asta-sekinlik sanoat xizmatlar modeliga o'tayotganini anglatadi. Bu esa o'sha iqtisodiyotda bo'lishi mumkin bo'lgan shoklar, misol uchun turli xil hodisalar, global inqiroz, tashqi omillarga bog'liqlikni kamaytiradi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqamli transformatsiyaga o'tish kabi omillar asosida iqtisodiy jihatdan rivojlantirish hozirgi kunda bizning oldimizda turgan asosiy maqsad hisoblanadi. Va bu maqsadni amalga oshirishda hammamiz birgalikda harakat qilamiz. 2025-yil mamlakatimiz uchun omadli yillardan biri bo'ldi deb hisoblaymiz. Xususan viloyatimizda ham bu yaxshi ko'rsatkichlarga erishildi. Masalan aytaylik, so'nggi 5 yilda oladigan bo'lsak, yalpi hududiy mahsulot 2 barobarga oshgani, bu esa aholi daromadining oshishi bilan, aholining turmush darajasining oshishi bilan va aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchining ortishi bilan baholanadi. Bundan buyog'iga ham 2026-yilda kutilayotgan marralarimiz bundan yuksakroq. E'tirof etish kerak, qishloqlar ham jonlanmoqda. 30-40 yildan buyon suv yetmagan 85 ta mahallaga suv kelishi tomorqalarni daromad manbaiga aylantirdi. Islohotlar samarasi o'laroq prezident tashabbusi bilan qurilayotgan yangi uylar, yangi O'zbekiston massivlari zamonaviy infratuzilma Qashqadaryo qiyofasini yangilashga xizmat qilmoqda. Davlatimiz yetakchisi hududlar salohiyatini yanada oshirishga qaratilgan islohotlar yo'l xaritasini belgilab berar ekan, katta massivlar, sohalar, maktab, bog'chalar qurilishiga katta e'tibor berdi. Natijada sanoatda tub burilishlar, katta sakrashlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektrotexnika, farmatsevtika, metall, kimyo, sement, to'qimachilikka to'liq sikllar yaratilyapti. Birgina misol, Qashqadaryo erkin iqtisodiy zonasida 195 million dollarlik 26 ta loyiha amalga oshirildi. Bu degani minglab ish o'rinlari, millionlab dollar eksport imkoniyatlari. Xitoy, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Amerika kabi jahonning yetakchi davlatlari orasida Qashqadaryo viloyatiga qiziqish, ishonch va hamkorlik istagini bildirayotgan investorlar soni ko'paygan. Ma'lumotlarga ko'ra, IT, ta'lim, tibbiyot, logistika yo'nalishlarida 14 mingdan ortiq yoshlar yangi sohalarda ish bilan band. 2025-yilda Qashqadaryoda butun ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirildi. Masalan, maktab, bog'cha, o'rta ta'lim, umumiy ta'limda juda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Jumladan oliy ta'limda ham prezidentimiz qaroriga muvofiq, demak, bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha kelajak qadam loyihasi bo'yicha talaba yoshlarga o'zlarining loyihalari asosida ularga pul mablag'lari ajratildi. Masalan, 17 ta loyiha talabalar tomonidan amalga oshirilib, bu loyihalar evazida 1 milliard 771 million so'mlik loyiha amalga oshirildi. Bandligini ta'minlash bo'yicha qilingan eng yaxshi islohot va motivatsiya beradi bu narsalar. 2026-yilda ta'lim sohasida bundan ham katta yutuqlarga erishamiz. Xabaringiz bor, prezidentimiz mamlakatimiz bo'ylab hududlar iqtisodiyoti va rivojini o'rganish maqsadida bu yil ham Qashqadaryoga tashrifni amalga oshirdi. Yana yangi marralar sari eshiklar ochildi. Prezidentimiz rahnamoligida Qarshi shahrini kompleks rivojlantirish, uni zamonaviy sanoat, madaniyat va turizm markaziga aylantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Hududga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar, yangi ish o'rinlari va infratuzilmaning tubdan yangilanishi shaharning iqtisodiy salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Qashqadaryo viloyatimizda eng qaynoq nuqtalar mavjud turizm sohasini bu Shahrisabz, Kitob, Qarshi shahri kabi hududlarimiz misol qilib ayta olamiz. Aynan shu hududlarda turizmning barcha turlari, ziyorat turizm, ekoturizm, shu bilan birgalikda xususan eng qaynoq nuqtalarimizdan biri bo'lgan Shahrisabzning Meraka, yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, Meraka hududimizda sayyohlar oqimini rivojlantirish, ko'paytirish maqsadida ularga qo'shimcha infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar turini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Dor yo'llarini tashkil etilishi, dam olishlar uchun manzilgohlarni, qo'shimcha xizmat turlarini taklif etilishi va ko'rsatilayotgan bu xizmatlarni sifatini oshirish uchun Qashqadaryo viloyatiga alohida investitsiya va imtiyozli kreditlarni ajratilishi davlat tomonidan ahamiyat e'tibori ko'proq qaratilishini boshladi. Qarshi shahri Qashqadaryo viloyatining markaziy yuragi hisoblanadi. Aynan markaz infratuzilmani rivojlanishi Qarshi shahridan boshlanadi. To'g'ri, bizning Shahrisabz va Kitob tumanlarimiz turizm nuqtalaridan biri bo'lishi mumkin. Aynan lekin ular Qarshi shahri bilan
bilan uzviy bog'liq bu yerda. Bizni aeroportimiz va tashkil etilayotgan infratuzilmamizni boshqaruv tizimi Qarshi shahrdan boshqariladi. Aynan shu yerda tashrif buyuruvchilar soni, mehmonxonamizda xizmatlar soni va infratuzilmani rivojlanish darajasi jihatidan Qarshi yuqori potensial nuqtaga ega. Qashqadaryo viloyatida salmoqli o'zgarishlarni aynan raqamlar orqali keltiradigan bo'lsak, 2024-yilda Qashqadaryoda olinadigan daromad 136 milliardni tashkil etadi. Bu 2022-yilga solishtirib aytadigan bo'lsak, 2022-yilda 21 milliardni tashkil etgandi. Bu esa deyarli 1,5 barobarga oshganini ko'rsatib beradi 2024-yilga kelib. 2022-yilda Qashqadaryo viloyatining o'zida 200 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, turistik loyiha, 2024-yilga kelib bu loyihalar soni 2 barobarga oshganligi va aynan shu loyihalarni amalga oshirish natijasida olingan daromadlar sonining kengayishiga, ortishiga sabab bo'lmoqda. Qashqadaryo viloyatiga bo'layotgan tashriflar sonining ko'payishi aynan mehmonxonalarga bo'lgan talabni ortadi va xizmat ko'rsatish sonining ortishi aholi o'rtasida bandlikni oshirishga yordam beradi va mahalliy aholini ham ish bilan ta'minlanadi, ham iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi. 2025-yilda 2024-yilga nisbatan iqtisodiy faoliyat, mehmonxonalar turlari, xizmat ko'rsatish soni va band kishilar sonini oshirishga alohida e'tibor qaratilishi va buni yanada jadal rivojlantirish, turizm sohasidan kelayotgan daromadni 2024-yilga nisbatan bir necha barobarga oshirishga xizmat qildi. Qarshi shahri 1926-yilda tashkil etilgan. Maydoni 76 ming gektar, aholisi 305 mingdan ziyod. 60 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Joriy yilda ishsizlik darajasi 4.4%, kambag'allik darajasi esa 1.8% ga tushirildi. Bu shahar iqtisodiy jihatdan barqaror ekanini ko'rsatadi. Sanoat hajmi 508 trillion so'mni tashkil etib, 107.6% o'sishga ega. Yirik sanoat korxonalar 13 ta, kichik korxonalar 817 ta. Joriy yilda 250 million dollarlik xorijiy investitsiyani o'zlashtirish rejalashtirilgan. Yil boshidan 32 million dollarlik sanoat va meva-sabzavot mahsulotlari dunyoning 15 dan ortiq davlatlariga eksport qilindi. Shaharda 7 ta sanoat zonasi mavjud. Bozor xizmatlari hajmi 8 trillion so'mni tashkil etib, 114.5% o'sishga ega. Qurilish ishlari 4.4 trillion so'mni tashkil etib, 109% o'sishda. Bu shahar infratuzilmasini rivojlantirishda katta imkoniyat beradi. Markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 96%, tarmoq uzunligi 1315 kilometr. Tabiiy gaz bilan ta'minlanganlik darajasi 97.7% ni tashkil etadi. Raqamlardan ma'lumki, ushbu ko'rsatkichlar shaharni qulay va zamonaviy yashash joyiga aylantiradi. Shaharda ko'p qavatli uylar 891 ta, yakka uylar 44.1 mingta. Joriy yilning o'zida 60 ta ko'p qavatli uy, 3250 ta xonadon qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu o'zgarishlarni sanab ado etish qiyin. Misollar keltirib soatlab gapirish mumkin. Eng muhimi, ushbu islohotlar odamlar hayotida, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchida aks etmoqda. Qashqadaryo bugun faqat o'zgarmayapti. U yangi salohiyat, yangi qiyofa va yangi kelajak sari qat'iyat bilan odimlamoqda. Bu esa xalq farovonligi, yoshlar kelajagi va yurt taraqqiyoti yo'lida qo'yilayotgan mustahkam qadamlardir.